201 Agency. Visa Show yangi soni bizni YouTube'da kuzatib boring. Assalomu alaykum hammaga. Bu safar 10201 Agency bilan o'z vizamni qo'lga kiritdim. 안녕하세요 여러분, 저는 무시타리라고 합니다. 저는 건국대학교에 입학했습니다. Assalomualaikum, men Mushtari. Konguqte학교 우수인증 universitetlariga qabul qilindim. 안녕하세요. 우수인증 konguqte학교에 입학했던 슈크론입니다. Hammaga salom, men ismim Shukrona. Koreyaning nufuzli universiteti Konguq universitetiga qabul qilinib, o'z vizamni qo'lga kiritdim. 안녕하세요 여러분, 저는 Abdumanop Irago 합니다. 건국대학교에 입학했습니다. Assalomu alaykum, men Xalifa Abdumanop. Koreyaning nufuzli Konguqte학교ga va nihoyat ikkinchi urinishda vizamni qo'lga kiritdim. Menda taassurotlar juda ham katta. Kutmagandim, o'zi 3-urinishim bu. Va nihoyat shu kompaniya bilan birgalikda o'z vizamni qo'lga kiritdim. Taassurotlarim juda ham boshqacha. Umuman kutmagan edim. Anchadan beri orzu qilib yurgandim shu agentstvadan. Bir kun Koreyaga ketaman deb va nihoyat o'sha kun keldi va taassurotlarimni haligi gap bilan ifoda qila olmayman. Taassurotlarimga keladigan bo'lsa, taassurotlarim shunaqa zo'r, вообще viza chiqishini kutmagandim. To'satdan chiqib qoldi. Nima deyay? Taassurotlarim a'lo, so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Taassurotlarim juda ham ta'riflab bo'lmaydi. Xullas, hayajonlayapman to'g'risi. Telefon qilib tabriklashganda to'g'risi gap kelmay qoldi aka. Taassurotlarim juda ham a'lo darajada. Ikkinchi urinishda viza olganligim uchun men juda ham hayajonlandim. Agentstva haqida fikrim o'ta ham cheko. Zo'r. Men bu yerga 4 yil avval kelib, gapirmay tur. Men shu yerga 4 yil avval kelib, kirmagandim, eshik tagidan niyat qilib ketgandim va niyatimga erishdim. 201 jamoasiga kattakon rahmat va omad tilab qolaman. Keyinchalikda ham bizga o'quvchilarni ko'proq Koreyaga jo'nashishlaridan. Hamsamnida. Agentstva haqida fikrlarim a'lo darajada. VIP tarifda hujjat boshlab, vizamni qo'lga kiritdim. 10201 Agency xodimlariga kattakon rahmat. Kamsamnida. 10201 Agency orqali hech qanday qiyinchiliklarsiz, ovoragarchiliklarsiz VIP tarifida vizamni qo'lga kiritdim. Buning uchun 10201 Agency a'zolariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. 10201 Agency kompaniyasida ishlovchi xodimlar va barcha jamoasiga o'z samimiy minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Kelajakda yanada bizga o'xshagan studentlarni Koreyaga yuborib qolishini tilab qolaman. Hammaga rahmat. Tengdoshlarimga Koreyaga bormoqchi bo'lgan insonlarga shunchaki bitta koreys tilida gapim bor. Konboaseyo. Yuribun, knyang konboaseyo. O'qinglar. O'qisanglar hamma yoqqa erishsa bo'ladi. Birinchi o'rinda o'qish albatta. Koreyaga bormoqchi o'quvchilarga koreys tilida gap aytmoqchiman. Pogi hajimalgo, hansang noragaseyo. Xo'p, endi o'z tengdoshlarimga maslahatlarni berib o'tadigan bo'lsam, men ham shu kungacha koreys tilini o'rganib keldim va koreys tilini o'rganish davomida turli xil qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin men o'z mutaxassisi bo'lgan ustozlardan koreys tilini o'rganganligim uchun endi menda koreys tilidan muammo yo'q. Sizlar ham koreys tilini o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lgan insonlar o'z mutaxassisini egalaridan koreys tilini o'rganishlarini so'rab qolaman. Keyinchalik koreys tilini zo'r o'rganib, Koreyada joylashgan milliy universitet, xususiy universitetlarda tahsil olib qolishlarini so'rab qolaman. 29-avgustda Koreyada ko'rishguncha yuribun. Rahmat. Rahmat. Yorobun, 5-sentyabrda Koreyada ko'rishguncha. Kamsamnida. Birinchi kuni Koreyada ko'rishguncha. Kamsamnida. Kamsamnida. 2-sentyabr Koreyada ko'rishguncha. Kamsamnida. Hammaga rahmat. 10201 Agency. Maqsad sari birgalikda.